Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jalol aka, siz bo'lasizmi? Ha, men. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Salomat. Salomat bo'ling. Bugun loyihamizga siz uchun atalgan chiroyli tilaklar, tabriknomalar kelgan ekan yaqinlar, oila a'zolaringiz nomidan. Ha, rahmat. Mayli, qani. Nima deb o'ylaysiz aynan? Kim siz uchun yo'llagan bo'lishi mumkin? Bunimi? Albatta. U aniq, o'zi bitta singlim bor. Ajoyib. Menimcha shundan chiqar. Mashalloh. Rahmat boriga shukur hammalarni. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat hammalari uchun. O'tar yaxshi yomon kunlarim, bedorlikda uzun tunlarim, tashlab ketsa eng yaqinlarim, siz yonimda sirdoshim akam. Dunyoning hech tugamas ohi, tashvishlardan dod deysan gohi, mahzungina sirli nigohi, siz yonimda hamrohim akam. Yelka tutar yiqilgan chog'im, mehr bilan gullaydi bog'im, otamdayin suyangan tog'im, siz yonimda darmonim akam deya mana shunday chiroyli tilaklarni barchasini singiljoningiz siz uchun yo'llamoqda ekan. Rahmat boriga shukur. Shularni hammasini kunlarda xursandman judayam. Umri uzoq bo'lsin. Ishlariga omad. Farzandlarni rohatini ko'rsin. Alloh rozi bo'lsin, joningiz omon bo'lsin. Siz ham sog' bo'ling baxtlariga. Yana bir bor biz ham chin dildan tabriklab qolamiz, muborakbod etamiz. Bugungi ayyomlar fayzli kunlaringiz qutlug' bo'lsin.